chorbog' u tog'laring oltin vodiylar. Bag'ringda ulg'aydim yayrab jonu tan, boshimni silagan umrimni tilab. Otamdek, onamdek azizsan vatan. Sen aziz muqaddas, yagona yolg'iz, sen birla bir jonmiz, sen birla bir tan. Qadringga yetmasam bu umrim essiz, otamdek, onamdek azizsan vatan. Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar. Barchangizga qizg'in va alangali salomlar bo'lsin. Va butun barcha anxo'li do'stlarga ham qizg'in va alangali salomlarimni mana shu ko'rsatuv orqali yo'llab qolaman. Aziz ko'ruvchi do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Aziz ko'ruvchilar, mana men illochilikka chiqqandim, sayohatga chiqqandim. Mana hozir men Anxuy ulusolligidaman, Faryob viloyatining Chorgona ulusolligida. Bu Anxuy albatta Anxuy Boston deb ham yod etiladi, chunki bu juda katta tarixga ega bo'lgan bir ulusollik. Anxuy o'zi 4 ulusollikdan tashkil bo'lgan. Qo'rg'on ulusolligi, Qaramqul ulusolligi, Xonchorbog' ulusolligi, albatta Anxuy o'zi bilan 4 ulusollik bo'ladiki, bu ulusollikni Chorgona ulusollik deb yod qiladilar. Aziz do'stlar, Anxuy ulusolligini o'ziga xos, o'ziga mos ob-havosi bor, o'ziga loyiq hosilotlari bor. Bu xalqning yashovchilari ko'proq qolin san'ati bilan shug'ullanadilar va hamda bu xalq ko'proq ziroatiy ishlar bilan ham shug'ullanadilar. Bu yer shu ziroatga juda mos bo'lgan bir yer. Sizlarga aytib o'tsam, Anxuy aholisi juda mehmondo'st, mehmonparvar bir xalqdirlar. Aziz do'stlar, barchamizga ma'lumki, Anxuy qolini juda mashhur, butun mamlakat bo'yicha birinchi o'rinni ham olgan Anxuyning qolini va Oqchani qolini. Va hamda Anxuyning bitta mashhur narsasi borki, uni yeb ko'rgan odam hamisha o'shani fasli kelsa eslab turadi. Uni sizlarga ochiqlab o'tsam, oqnozik qavuni bor Anxuyniki, juda mashhur, juda lazzatli bir meva. Aziz ko'ruvchilar, biz albatta Anxuyda bormiz. Bor bo'lganimizda sizlarga Anxuyning eng manzarali, eng chiroyli yerlaridan namoyish olamiz, ekranga havola qilamiz. Men hozirgi turgan yerim esa Anxuyning o'sha mashhur bo'lgan yeri, shu masjid jomi. Anxuyga kelgan kishi, har birta kelgan kishi bu yerni ko'rmab ketishi, bu yerga bir didi tushmab ketishi ajab emas. Albatta har birta boshqa viloyatdan kelsa, birinchida mana shu manzarani, mana shu men turgan yerimni albatta ko'radi. Uni o'ziga xos ko'rk chiroyli holati bor. Hamkorimga aytamanki, istaymanki bulardan mana atroflarni ham bir tasvirga olsinlar. Juda chiroyli, juda bir ko'rk manzara. Hozir esa bahor bo'lmoqda, Navruz kelmoqda. Uncha sabza bo'lmagan, bu yer shu bahor faslida juda sabza bo'ladi, juda chiroyli bo'ladi. Inshaalloh agar fursatimiz bo'lsa, bahor faslida ham bu yerga kelib ko'rsatuv sizlarga taqdim qilamiz. Aziz ko'ruvchi do'stlar, men hozir mana bu masjid jomining ichiga boraman. Uni ichidan tasvir olamiz. Albatta bilaman, Anxuylik do'stlarimiz ham bu videoni kuzatadilar. Bu manzarani ko'rsalar, ya'ni o'z vatanlarini ko'rsalar, yuraklari bog'-bog' bo'ladi. Buni bilaman. Shuning uchun men hozir Anxuyni juda ko'rk, muhtasham, chiroyli bo'lgan yeri mana shu masjid jomi. Men bu yerni hozir tasvirga olaman, ichkariga boramiz. Burada namozguzorlar ham bor, ibodat qilib turibdilar.
Aziz ko'ruvchilar, mana bu do'stlarimiz esa bir Mahmudjon, biri esa Najibulla Eshonzoda, birlari esa doktor Shoruh. Bular esa mana anxo'li do'stlarim bo'ladilar. Ular bilan mana kelganimdan beri sayohat qilib yuribmiz birgalikda. Najibulla Eshonzoda janoblari esa birlikda kurs arkadaşım desam ham bo'ladi. Mahmudjon esa bir davra radioda ishlagandim. O'sha yerda radio muxlislarimdan. Mana Shoruhjon esa yangi do'stimiz desam ham bo'ladi. Bular bilan yangi tanishdik. Mana bular esa Anxo'y ulusolligini aholisi. Aziz ko'ruvchilar, inshaalloh ko'rsatuvimiz davom bo'ladi. Agar ko'rsatuvda biron bir kayfiyatli holatlar bo'lib qolsa sizlar uchun bizlarga o'z nazarlaringizni qoldiringlar. Bizlar ancha xursand bo'lamiz nazarlaringizni ko'rsak. Aziz ko'ruvchilar, hozir Anxo'yni o'z ulusolligidaman. Fursatim bo'lsa, Anxo'yni 4 ulusolligiga ham boraman, sizlarga ko'rsataman. Juda chiroyli ulusolliklar. Ular hammaning o'ziga xos ko'rguli yerlari bor. Bu yerdan ham agar fursatimiz bo'lib qolsa, sizlarga video olamiz u ekranga havola qilamiz. Aziz do'stlar, agar ko'rsatuvimiz sizga yoqib qolsa, bizning kanalimizga obuna bo'lish va like qilib qolishni unutmang. Albatta, men O'rmon Quvonzoda sizlarning huzuringizda. Bizning kuzatganingiz uchun rahmat. Bizning kanalimizda bo'lib qoling. Tashakkur.